Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu kaderlik Facebook'taki dünyanın her kaysı çayları kerimdaşlarım. Bugün yine şu sin dersimizin ahiri 43. sin dersimiz. Yeni bir mezmun. Kulağımdaki bu kitap Erkin Sıdık'ımızdaki turmuşluğun muhim sabakları ve savatları degen 7. kısım kitabıdır. Başlıvalımız canım dostlar. Kitapni tedbir şirketimizden teminleyimiz. Bugünkü dersimizde muş kitaptın hurulluk meselesi toğruluk biraz toxtulup ütümüz. Erkin Sıdık Akam'ın 2 makalesini mişiyedin okuyumuz canım dostlar. Nurgun adamның nayeti çoğun işlerini kılgısı şunda çoğun gayeleri buludu. Gayesi yok bir insan bulmamız gerek. Ama gayini emelge aşırış için, yani dua kılımız, dualarımızı emelge aşırış için hareket kılışımız lazım. Biz de hareketten tosap kalıdığan ya ki maksat nişanlarımızı emelge aşırılmasımızga sebepçi olan nesinin birisi horulluk. Bugün benim şu horullukun ilmi düşendirilişi 214. bette. Ondaki 226. betteki horullukun yaxşı işqa aylandırışının 10 xil usulü. Ben bunu miyada horullukun ilmi düşendirilişi ve kutuluş usulü deple birleştirip mavzu kılıp ettim canım dostlarım. Anda olsa 214. betni açaylı. Tamam, 214. betni açtık. Bu makale kaçan izliptiken desenler? Horullukның ilmi düşendirilişi 2015 yılı 7. ayının 31. günü. Vatanda yazılgan, vatandaki tor betlerde ilan kılıngan makale bu. Yakında tor ismi Külpet dep atıldıgan bir karindişimiz mening Bağdaş munbiridagi işini keynigi sozoş degan temamның astıga bir parça uçur yazıp mundaq depti. Nakıl. Esselamu aleyküm ustaz. Hakikaten bizden diyarımızda bu kesellik bek eğir. Siz Uygur cemiyetinde yaşamay turup muş yerde yaşaganlarını bekrek yaxşı tahlil kılıpsiz. Bizde yine horulluk bilen ağrınış psikikisi bek eğir. Onun yanıga barsak mı kakşaydı, bunun yanıga barsak mı kakşaydı. Ademki hiç kimden razı emestek ve özünün en rastek toygu birdi. Özümüzün horulluğuna başkalardan kakşap, ağrınıp sebep izleyimiz. Bu olsa şu horulluk, kakşaş ve ağrınış katarlık yaman illetlerini kandak yuktimiz. Muşu toğruluk bir makale yollap bergen bolsunuz. Dep Külpet kırındışımız söz kaldırıp diken, nakıl tügepti şeyde. Aslideki inkaska gramatik cihetten kısmen tüzütüş kürgüzüldü deptim. Bağdaş toğrudaki nakılken bu. Men yukarıdaki inkasını okugandan keyin İngilizce torlarını bir az izlep baktım. Hem de horullukka ait bir qancha parça yaxşı maqallarını taptım. Men bu ketim horullukның nime işkillikini ilmi noktadan bayan kılıngan bir parça maqalının mezmununu tonuşturup ütümen. O maqalanın temisi horulluk pakit mu yoki to'qilma söz mu? Bulup, Abdur'un ismi Leon Seltzer. 2. Abdur bir klinik psixologiya doktoru bulup, o İngiliz dili ve psixologiyadan ibaret 2 kesipnin her birisi de birden doktorluk ünvanı algan iken. Yani onun 2 doktorluk ünvanı var bulup, o yazgan bir kitap mı var. Onun ismi psikologik davalaş sahasideki ziddiyetlik stratejiler iken. Doktor Seltzer Amerika'daki bugünkü psikologiya torbeti psychologytoday.com'ның bir azası bulup bu torbetinin psikologiya mutaxassisleri, akademikler, psikologiya doktorları ve apturlardan terkip tapkan azalarından cem'i 750 nefer azası var iken. Doktor Seltzer'nin yukarıdaki makalesi
Dastlapida başka bir yerde e'lon qilingan bo'lib, ondan o yuqoridagi tor betida 2008-yili 23-iyun kuni e'lon qilingan ekan. Mana resimni PDF'dan rangli ko'ralaysizlar qadrli qarindoshlar. PDF kitobini ma'rifat.net.com degan torbetdan tushiralaysizlar Erkin Sidiq akamizniki. Hurulluqqa qandaq taqobil turish masalasi o'z oldiga ayrim bir tema bo'lib, men u haqda bir qancha parcha yaxshi maqolalarni tepib qo'ydim. Men ularning mazmunlarini mazkur maqoladan keyin ayrim tema qilib yo'llayman. Tuvandagisi doktor Seltzerning maqolasining asosiy mazmuni. Agar o'z ko'z qarashimni qo'shib qo'ymoqchi bo'lsam, uni bir ilova shaklida qistirib o'taman. Hurulluq deganimiz bir paketmi yoki bir to'qinmi? Nomi o'chmas arboblarning biri bo'lgan Dagwood Bomsted mushu masala ustida to'xtalib, mundoq degan edi. Siz kishilarga hurulluqni o'rgatolmaysiz. O ba'zi kishilarda bor, ba'zi kishilarda yo'q. Undaqda hurulluq deganimiz nima? Bir ishni aldirmay qilish hurulluq bo'lamdi. Bir ishni asti qilish hurulluq hisoblanamdi. Bir ishni qat'iy qilolmaslik hurulluqmi? Yoki bir ishni qilishni ancha xohlamaslik hurulluq bo'lamdi. Agar biz bir ishni qilishni ancha xohlamaslikni hurulluq desak, u holda bir odamni hurun deganimizda biz uning layg'azalligini, mismisligini yoki passivligini ko'zda tutamizmi? Yoki biz tehi tunib yetmagan boshqa kishilik mijozdan birasi bormi? Men tuvanda o'tirib qo'yilgan narsalar hurulluq haqidagi mening o'z ko'z qarashlarim. Bo'lib, ular mukammal an'anaviy ko'z qarashlar emas. Hurulluq masalasida Dagwood Bomsted dunyodagi eng oldin qatorda turadigan nopozli kishilarning biri bo'lib, men tuvanda unikiga o'xshamaydigan ko'z qarashlarni o'ttirib qo'yib o'taman. Buning uchun men undan afv so'rayman. Chunki mening qarashimcha bir odamni to'g'ma hurun yoki hurun mijozlik deydigan ko'z qarash asosiy jihatdan bir safsatadan iborat. Men o'zimning bir individual va bir doktor bo'lish salohiyatim bilan inson harakatlarini hurulluq deb tushuntirishga bir hech qanday amaliy qiymati yo'q ish deb qarayman. Mening nazarimda bir odamni hurun deb atash yoki kamsitish yoki bo'lmasa uni inkor qilish bir odamning ma'lum bir ishga bo'lgan qiziqmasligi yoki inersiyasini so'zmanlik bilan ve haddidan ziyoda oddiylik bilan sharhiylashdan boshqa bir narsa emas. Mushu so'z bilan bir odamning passivligini xarakterlash meningcha shu odamning hurulluqi bo'lmasdan, balki shu odamga baho berguchining hurulluqi bo'ladi. Qisqasi, meningcha kishilar ma'lum bir odamni yetarlik darajada to'liq tushunmaganda, uningga hurundan iborat kamsitish so'zini ishlatib, baho berishni bir xil odat qilib olishgan. Doktor Leon Seltzerning psixologik davolash sohasidagi ziddiyatlik strategiyalar degan kitobining muqobisi qadrli qarindoshlar, mening o'kan buni PDF nusxasidan rangli ko'rib olsanglar bo'ladi va yoki maqolaning oxirgi tarafida tor adresini berishim mumkin. Mening tuvanda bayon qilganim, biz mundaq ishlarni qilsa bular edi deb o'ylagan. Ammo undaq qilmagan kishilarni tushunishning texmi foydali va psixologiya nuqtasidan qaraganda to'g'ri bo'lgan usuldan iborat. Mening oddiylashtirilgan ko'z qarashim shuki, biz odatda hurunluq deb hisoblaydigan narsa amaliyotda harakatchanlikning yetersizligi bo'lmasdan, balki kishini ma'lum bir ishni qilishga undaydigan maqsad yoki harakatlantiruvchi kuchning kamchiligidan iborat. Motivation debdi harakatlantiruvchi kuchni turklar motivasyon debmi oladi. Ilova
Men İngilizce maqollarni uyg'urchalaştırishda qiynalgan so'zlarning biri İngilizce motivation degan so'z. Yolgun lug'atida onunğa hareketlendirgüçü kuch, qo'zg'atish kuchi, rag'batlantirish, maqsad deb izohat berildi. Meningcha motivation degan so'zning to'g'ri ma'nosi hareketlendirgüçü kuch bo'ladigan maqsad bo'lib, men uning bilan ma'nodosh Uyg'urcha qisqa so'zdan birini topolmadim. Qisqa so'zdan birini bildigan qarindoshlar bo'lsa, uni inkos shaklida yozib qo'ygan bo'lsanglar, rahmat debdi. Biladigan qarindoshlar motivation deganninki bir eg'izlik so'zini yozsanglar, ostiga erkingamga deb qo'ysak bo'ladi. Maqsadga qo'shilib bo'ladigan narsalar qaysi? Hayotdagi har xil qiyin o'tganlar va qiyinchiliklarga jang e'lon qilib, ular ustidan g'olib kelish uchun zarur bo'lgan harakatlantiruvchi kuch yoki maqsadni ojizlashtiradigan har xil omillar bor. Tuvanda men shu omillarni qisqacha bayon qilib o'taman. Ular biz o'z umrimizning ma'lum bir mezgilida ma'lum ishni boshlanmasligimiz yoki ma'lum ishni tamamlayamasligimizga sebep bo'lgan omillardir. Qarindishim, men bilmayman. Tamam kardeşim, qarindishim. Birinci, önümge erişish ishonchining kamchil bo'lishi. Önümge erişish ishonchisining kamchil bo'lishi debdi. Önümge erishish ishonchisi. Yani self-efficiency. Küçlük bo'lgan kishilar ko'ngilni ma'lum bir ishga bersa, onun da cho'qim o'limga erishgili bo'ladi deb o'ylaydi. Bizda muvaffaq miqdordagi o'zimizga bo'lgan ishonch mavjud bo'lmaydi ekan, o'zimizning ma'lum bir ishini qila oladiganligiga ishonmaymiz. Shuning bilan biz u ishni qilishga urinib boqmaymiz. Eğer bizde onu kılalayman degan pozitsiya mevcut bo'lmaydigan, biz fakat o'zimizning rahat rayoni ichidagi ishlarni qilish bilan la cheklanib qolamiz. Neticede o'zimizni to'liq tushunmay qolamiz. Biz ba'zi ishlarni muvaffaqiyatli tamomlagan taqdirdami, o'zimizda unumga erishish ishonchisining kamchil bo'lishi tufaylidan bir qism ishlarimizni kechiktiramiz yoki bir qism ishlarda arisaldi bo'lamiz. İkinci, ruhiy jihatdagi yordamning kamchil bo'lishi. Üstümüzdeki vazifa haddidan ziyoda eg'irlashib ketgan vaqtda ularning huddisidan chiqish uchun ruhiy jihatdagi yordamga ehtiyojli bo'lamiz. Agar bizni boshqalar yetarli darajada rag'batlantirmaydigan, biz o'zimizda shu vazifalarni o'rinlab bo'lishga zarur bo'lgan harakatlantiruvchi kuchni vujudga keltirmasligimiz mumkin. Biz cho'ng bo'lgan odam bo'lish sifatimiz bilan o'zimizni bir vazifani o'rinlash irodasini turg'izishimiz uchun boshqalarning ha-hu deb berishiga ehtiyojli bo'lmasligimiz kerak. Ammo o'zimizda zarur bo'lgan harakatlantiruvchi kuchni vujudga keltirishda biz yanıla boshqalarga tayinimiz. Bu ahvol o'zimiz mustaqil holda qila oladigan ishlar uchunmi o'xshash. Üçüncü, boshqalarning o'zini e'tirof qilishini istishi, ammo shundoq bo'ladiganligiga ishonmasligi. Biz o'zimizni ma'lum bir ishga atganda, onundan ma'lum mukofotga erishishni ko'nglimizga pukib turib shundoq qilamiz. O mukofot moddiy yoki ruhiy mukofot bo'lishi mumkin. Ichki yoki tashqi mukofot bo'lishi mumkin. Agar bizda shundoq bir mukofotga erishaydiganligimizga bo'lgan ishonch kamchil bo'ladi ekan, bizda shu ishni qilishga nisbatan zarur bo'lgan harakatlantiruvchi kuch vujudga kelmasligi mumkin. Agar bizning burunqi umidimiz va ehtiyojimiz bizga o'zimiz kutgan ijobiy natijani elib kelmagan bo'lsa, biz bundan keyin shundoq bir ish uchun qaytadan kechiringlar.
Eğer bizning burunqi ümidimiz ve ihtiyacımız bizge özümüz kütken ijabiy netijini elip kelolmagan bolsa, bizning buningdan keyin aşındaq bir ish uchun qaytadan tirishchanlik ko'rsatganligimiz reallikqa ancha uygun kelmaydi. To'rtinchi, öz özünü tüzüm orqali boshqarish iqtidorining kemchil bo'lishi. Bularning hammasi maqsadga qarshi bo'ladigan narsalar. Yani bizning oldimizga to'saqlar, ma'naviy to'saqlar. Öz özünü tüzüm orqali boshqarish iqtidorining kemchil bo'lishi bu to'rtinchi to'saq. Biz ko'ngil qo'ygan har qanday ishni qila olamiz degan so'z haqiqatan bir haqiqat bo'lishi mumkin. Ammo agar bizning ko'nglimiz o'zimizning eng ashaddiy dushmani bo'ladigan yuqoridagi so'zning bizni ma'lum bir ishni qilishga qo'zg'aya oladigan bir hikmatlik so'z ekanligiga ishonmay qilishimiz mumkin. Ya'ni bizdeki mag'lub bo'lish haqidagi andisha ve önümge erişish ishonchisi haqidagi nachar tunush bizni ma'lum bir vazifani o'rinlashni boshlashdan to'sib qilish yoki bo'lmasa bizning u vazifani o'rinlab bo'lishimizga to'sqinlik qilishi mumkin. Agar bizning oldimizga bir vazifa o'z xizmatimizning bir talabi bo'lib, biz uni qilmasak bo'lmaydiganligi uchun o vazifani o'rinlab bo'lgan bo'lsaqmi, bizdeki ishlarni kechiktirib qilish odati yanala saqlanib qoladi. Ko'nglimizga cho'nqur programlanib ketgan o'zimizga bo'lgan gumon ma'lum bir foydali ish harakatimiz tufaylidan avtomatik holda yuyilib ketmaydi. Biz kelar qitim ma'lum bir ishni qilish vazifasini topshirib olganda, heliqi o'zimizga bo'lgan gumon ma'lum shakldagi kechiktiruvchilik tariqasida yana o'ttirg'i chiqadi. Öz özünü tüzüm orqali boshqarish iqtidori, self discipline, yani Türkçe'de bekçe kolunda bunu disiplin deb, hatta disiplin cezası dediğin ceza var mekteplerde yoki şirket kurumlarda degandek şu tüzümge xiloflik qilgan bo'lsa, buni şu disiplin birime yoki disiplin cezası birimiz degan gap. Öz özünü tüzüm orqali boshqarish iqtidori, self discipline kemçil bo'lgan kishilarda o'ziga bo'lgan hurmatmi kemçil bo'ladi. Keyingi yetersizlik yana aylanib kelib, oldingi yetersizlikning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni o'zimizning obrazi haqidagi ig'ir darajali xato tushuncha o'zimizning o'z iqtidorlarimizga bo'lgan ishonchisini ojizlashtirib etadi. Öz özümüzge bo'lgan ishonchning kemçil bo'lishi bo'lsa, öz özümüzni tüzüm orqali boshqarish iqtidorimizning yetilishiga salbiy jihatdan ta'sir ko'rsatadi. Öz özümüzni tüzüm orqali boshqarish iqtidorimiz bo'lsa, öz özümüzge bo'lgan hurmatni kuchaytiradigan ishlarni amalga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydigan narsadir. Psixologiya ilmi bo'yicha qaraganda bu xatarlik aylanishlar yoki bu xatarlik davrlik holda takrorlanib turadigan ishlar vicious cycle, ya'ni turadigan ishlar ichidagi eng xatarlikidir debdi qadrli qarindoshlar. Men biraz derizini ichib o'tay. Beşinci vazifaning o'ziga bo'lgan qiziqishning kamchil bo'lishi. Vazifaning o'ziga bo'lgan qiziqishning kamchil bo'lishi. Agar bir vazifa yoki projekt, ish yoki tadqiqot turi debdi tirnoq ichida. Yani projekt deganni nihoyat ko'p qo'llanadi qadrli qarindoshlar. Hozir yani projekt degan bir vaqti bor, tugatadigan vaqti bor. Onundan keyin onun nima ish ekanligi aniq bo'lgan, kim qiladiganligi aniq bo'lgan, kimlar bilan qiladiganligi aniq bo'lgan, qanday qiladiganligi aniq bo'lgan bir ish endi shu. Shunga bu ish boshqarish, ish
iş organizasyonu deyilgan bir dersler var. Nimede ismekte ya yakında bir yerde var bu. Nimeden mi tep ügensek buludu bu ne? Şu project tür başkuruş doğrulukma dersler var degendik. Yani 5. yani bir işni amalga oshirishda maqsadga qarshilik bo'ladigan narsalar qaysi deganda biz birinchisi unumga erish ishonchisining kamchil bo'lishi, ikkinchi ro'yxat yordamning kamchil bo'lishi, uchinchi boshqalarning o'zini e'tirof qilishni istishi ammo shundoq bo'ldiganlik ishonmasligi, to'rtinchi o'z-o'zini tuzum orqali boshqarish iqtidorining kamchil bo'lishi, 5. nokta vazifaning o'ziga bo'lgan qiziqishning kamchil bo'lishi degan mazmunni o'rganyapmiz. Erkin Sidiq akamniki qancha qism kitobi? 7. qism kitobi turmushning savotlari va savoqlari degan kitobdan. Hozir 220 betni o'qiyapman. Ya'ni 5. to'saq vazifaning o'ziga bo'lgan qiziqishning kamchil bo'lishi. Agar bir vazifa yoki proyektning o'zi zerikishlik yoki o'zimizning iqtidoriga mos kelmaydigan darajada oson bo'ladi ekan, biz u vazifani o'rinlashdan butunlay voz kechishimiz mumkin. Agar bir vazifa biz qilmasak bo'lmaydigan, ammo zerikishlik ish bo'ladi ekan, biz ko'p qatim ikkilanib va xafa bo'lib bo'lsimi, uni qo'limizning ushida qilishimiz mumkin. Biz bir odamga hurun deb tuhmat chaplag'animizda, biz ko'pincha vaqtda ko'z tutgan amaliy narsa aşu adamga berilgan nihoyat zerikishlik, aşu adamning ozroqmi qilg'isi yo'q bir vazifaning o'zi bo'lib qoladi. O'zi ortiqcha avorichilik yoki ortiqcha eg'irchilik deb o'ylagan ishdan o'zini qochirish faqatla insonlarning o'rtaq mohiyatidan boshqa bir narsa emas. Odatda o'zimizni qochirishga sabab bo'ladigan narsa bizning g'ururligimiz bo'lmasdan bizga berilgan vazifaning biz azroqmi hayajonga bizni azroqmi hayajonga sololmaydigan bir ish ekanligidir. Bir qism odamni qo'zg'ayolgan bir ish yana bir qism odamni qo'zg'ayolmaydi. Bu yerdagi har ikki xil odamda g'ururlik masalasi hargizmo mavjud emas. Qisqasi bir odamga vazifa bo'lib tuyulgan bir ish yana bir odamga havas qiladigan bir ish bo'lib qolishi mumkin. 6. to'saq vazifa tirishchilik ko'rsatishga arziydi deydigan aqidaning kamchil bo'lishi. Agar bizda o'zimizning bir qism muhim ishlari yoki qimmat qarashlariga nisbatan gumon mavjud bo'ladi ekan, shu ishlarni cho'qim qilishga nisbatan ko'nglimizdagi maqsad aniq bo'lmasligi mumkin. Ko'nglimizdagi bu ishni qilsam bo'larmi yoki qilmasam bo'larmi? Yapsam pishami, ko'msam pishami? deydigan o'ylar o'xshash o'rinda turib qolib, hamda bir-birini yo'q qilib etib, shuning bilan bizda bir xil ruhsizlik paydo bo'lishi mumkin. Biz o'zimiz o'ylayotgan yoki bizga tavsiya qilingan bir ishning foydali ekanligi, qimmatli ekanligi yoki qanoatlanarli ekanligiga to'liq ishonch qilolmay, shuning bilan uni o'rinlashga atlanmasligimiz mumkin. Agar bizde ma'lum bir ish bizning turmushimizning sifatini o'stirdi deydigan tunish bor bo'lmaydi ekan, biz o'zimizda u ishni qilish uchun zarur bo'lgan qo'zg'atuvchi maqsadni vujudga keltira olmaymiz. Ya'ni motivatsiyonni demakchi. 7. to'saq mag'lub bo'lishdan endişe qilish. Bu nokta önümge erişiş işençisi kamil buluşqa yandaşlıq rolunu oynaydı. Önümge erişiş işençisinin kemçil buluşu bizni qo'zg'atadigan maqsadning ojiz bo'lishini keltirib chiqarib, shuning bilan bizni ma'lum bir ishni muvaffaqiyatli tamomlashga ishonmaslikka elib bordi. Ammo mag'lub bo'lishdan andish qilish bo'lsa bizning tirishchanligimizdan kelib chiqish ehtimolligi bor bo'lgan salbiy oqibatga taqobil turish uchun zarur bo'lgan ruhiy boylikning kamchil bo'lishini keltirib chiqardi. Mundaq bir qadimiy maqol tamsil bor. Tavakkulchilik qilmay turib hech nimaga erishgili bo'lmaydi. Bu bizga bir ishda muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsak,
kem degende o işni çokum sınap bakışımız kerakligini tushundirib berdi. Ammo bizning g'ururimiz nihoyat nazuk, nihoyat ojiz va osonla zaxmga uchraydigan bir narsa bo'lib, mag'lub bo'lish ehtimolligi bizning boshqa muhim narsalarni unutilib qilishimizni keltirib chiqarib, bizni bir ishni qilishdan to'sib qo'ydi. Bizning ma'lum bir ishda muvaffaqiyat qozonishimizning ehtimolligi nihoyat yuqori bo'lgan taqdirdami, biz öz tirishchanligimiz natijalik bo'lmay qolsa, o'zimiz qandaq bir tuyg'uda bo'ladiganligimizni o'ylab, oldiga qarab mang'anmasligimiz mumkin. Bizni mag'lub bo'lganda o'zimizni ruslab oladigan ishki boylik bo'lmaganida, hamda öz tirishchanligimizni uning natijasiga asoslanmay turib, shartsiz holda muayyanlashtiradigan qobiliyat bo'lmaganida, biz o'zimiz qilmoqchi bo'lgan projekt, ya'ni ish turini boshlamay qolamiz. Qisqasi, bizning amaliy iqtidorimiz emas, balki bizning ko'nglimizning salbiy holda programmalanishi bizni ma'lum bir vazifani o'rinlashga layoqatsiz qilib qo'ydi. Shuni ko'rsatib qo'yish kerakki, yuqoridagi ahvollarning hururlik bilan hech qanday munosabati yo'q. Kechiktirmachilik vaqtni muvofiq boshqarish bilan munosabatli bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, kechiktirmachilikni keltirib chiqargan asosiy sabab mag'lubiyat endishisi bo'lishi mumkin. Ba'zilarning ishni kechiktirish taktikasimi hururlik deb qaraladigan bo'lib, bizning undaq taktikani qo'llanishimiz balalik chog'larimizda tiklib olgan mundaq bir idiyadan kelgan. Agar biz qilgan ishdan biror chatoq chiqadi ekan, o bizning shu ishni qilishga yetarlik darajada layoqatli emasligimizni ko'rsatib berdi. Shuning bilan tabiiy holda mundaq bir ishni o'rgandik. Agar biz ma'lum bir ishni yaxshi qila oladiganligimizni oldin ola jazmlashtirmagan bo'lsak, eng yaxshisi o ishni boshlamagan yaxshi. Amaliyotda mukammallik deb ataladigan narsani biz ota-onamiz bizga reallikqa uyg'un kelmaydigan darajada yuqori talab qo'ydigan bir oilada cho'ng bo'lganligimiz uchun yo'qtirib olgan. Ya'ni agar biz undaq bir oilada ishni ota-onalarning yuqori o'lchamiga yetkazib qilmasak, ular bizni davomli tanqidlab turdi. 8. Rad qilinishdan andish qilish. Ya'ni bu maqsadni amalga oshirishda bir ishda, ya'ni bir ishni tamomlashda maqsadga qarshi bo'ladigan narsalar qaysi deb 10 xil narsani demakchi bu yerda 8-si rad qilinishdan andish qilishdan iborat bir to'saq. Agar biz ma'lum bir ishni qilishda boshqalardan yordam so'rashga to'g'ri kelib, biz yordam so'ramoqchi bo'lgan kishi bizning talabimizni rad qilishi mumkin deb andish qilsak, biz shu sabab uchunla haliqi ishni boshlamasligimiz mumkin. Agar biz o'zimizga nisbatan bir xil yaxshi tuyg'uga ega bo'lish uchun cho'qim boshqalarga tayinishga to'g'ri keladi ekan, boshqalarni o'zimizdan zeriktirib qo'yadigan ishlarni hamda boshqalarning o'zimizni baholab selish yoki bizni rad qilishga sabab bo'lib qoladigan hech qanday ishni qilmaymiz. 9. To'saq sovuq suv sepish, yordamsizlik va unumsiz ishga yo'liqish qatorliq tuyg'ularda bo'lish. Mushundaq tuyg'ularning hammasi bizdagi ma'lum bir ishni vujudga chiqarish ko'nglining g'oyib bo'lishiga elib boradi. Bu xil holat biz uchun nihoyat azobli va ruhsizlik holat bo'lib, o bizning orzuyimizni butunlay palach qilib etadi. Odam shundaq bir holatga kirib qolganda, hamma ish uning uchun ma'nisizdek ko'rinadi. Chunki undaq ahvolda biror ishni qilish orqali biz o'zimiz va o'zimizning butun hayoti to'g'risida biror yaxshi tuyg'uga kelalaydiganligimizni hargizmo tasavvur qila olmaymiz. Bizning bir ishdan o'zimizni ashunda qochirishimiz sirtdan kuzatayotgan bir odam uchun
hurluk bulup görünsümü, onun əməliyyətdə hurluk bilen hiç qandaq münasibeti yok bulup, o bütünlən düşkünlüş bilen münasibetlik bulup. Bazı organlar düşkünlükə mundaq iniqlimi bəgən. Həmmə işlər, yoki asasen barlıq işlağı bolğan qiziqishi yoki ulardan erişidigan xuşallıqı görünərlik dərəcədə acizləşiş. Şundaq bolğaçqa, məyli bir iş, xizmət bilen yoki ko'ngil etish bilen münasibetlik bolsun, düşkünləşkən bir adam ularning hammasidan o'zini qochirdi. Bundaq ahvolda ətigini karvatdan qopishning o'zimi bir xil yengili bo'lmaydigan qiyinchilikdek tuyuladi. Pema Chodron ismli bir buddist bu xil ahvolni kishini azoblaydigan darajadagi yurakdan ayrilib qolish ahvoli deb atagan. Ilova, aslida maqolaning mushum qismida inglizcha discouragement, hopelessness, futility degan 3 so'z ishlatilgan bo'lib, yulg'un tor lug'atida bu so'zlarning hammasi o'xshashla ümidsizlanish degan bir so'z bilan izohlanibdi. Shuning bilan yuqoridagi kichik temadim ham bu faqat shu bir so'zni ishlatishga majbur bo'ldi. 10-to'saq. Ümidsizlik, shaxsiyatchilik, düşmanlik yoki azoblik pozitsiyasi. Bizning bir ishni boshlamasligimizga sabab bo'ladigan eng oxirgi bir sabab biz intayin qattiq zerikib yoki herib ketib, mening tirishchanligim o'zimga emas, faqat boshqalarga foyda yetkazadi deb o'ylab qolamiz. Yoki bo'lmasa bizda o'zimizning kelgusi istiqboliga nisbatan qattiq gumon paydo bo'lib, o'zimiz uchun har qanday bir ishni qilishning hech bir ahamiyati yo'q deb o'ylab qolamiz. Bu xuddi bir isyonchi qiyofatiga kirib olishni hurunluq deb atashga o'xshaydi. Bundaq ahvolni keltirib chiqaradigan narsa bizning burunqi ümidsizlanishlarimiz va ko'nglimizning zodila chiqarib o'tolmaydigan xafichilik bo'lib, ular bizni zodila o'zgartkili bo'lmaydigan hamma ishga qarshilik ko'rsatish ro'yi holatiga akilib qo'ydi. Burunqi cho'nqur psixologik yaralarimiz bizda bir xil ümidsizlikni paydo qiladi. Shuning bilan biz o'z qudratimizni faqatla boshqalarning qilganiga javoban ish olib boradigan yoki ularga qarshilik ko'rsatadigan ishlar uchun ishlatamiz. Hamda biz ancha qiynalmay turib osonla qila oladigan ishlarni qilishni rad qilamiz. Demak, bu yerdami bizning ma'lum bir ishni qilishga unumasligimizning hurunluq bilan hech qanday munosabati yo'q. O'zimizga foydali ishlarni qilishga unumasligimizmi ham shundoq. Aslida bu maqolaga hurunluqning qo'zg'atquchi maqsadi deb tema qo'yishni o'ylashgan. Ammo unda qilganda amaliyotda to'g'ri tushuntirib bo'lmaydi ekan. O'qirmanlar mazkur maqolani o'qigandan keyin hurunluqdan iborat bu nihoyatim oddiylashtirilgan hukm ustidagi o'zlarining burunqi tushunchalar haqida qayta o'ylanib baqsa bo'ladi. Foydalanish materiali shu kitobdan topalaysizlar PDF'dan www.psychologtoday.com yani psychologytoday.com degan yerden tushirib olsanglar bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, bugungi tadbiriyat dersimizninki oldingi mazmuni hurunluqning ilmiy tushuntirilishi mishada tugidi. Hamda hurunluqni yaxshi ishga aylantirishning 10 xil usuli degan kichkina bir mazmun bor ekan, onu birlikte öğrenip chiqamiz, jinim do'stlarim. 34 minut vaqtinglarni olibdiman. Anda bo'lsa darsimizni davomlashtiramiz, jinim do'stlar.
O'rinliqni yaxshi ishqa aylantirishning 10 xil usuli. 2015-yili 8-oyning 6-kuni. Men oldingi maqolada o'rinliqning ilmiy tushuntirilishini qisqacha bayon qilib o'tdim. Batariyama oz qolgan o'xshaydi, jinim do'stlar. Men oldingi maqolada o'rinliqning ilmiy tushuntirilishini qisqacha bayon qilib o'tdim. Mazkur maqolada bo'lsa, o'rinliqni yaxshi ishga aylantirishning 10 xil usulini qisqacha tunishtirib o'taman. Mening bu qatim foydalanganim Leo Babota ismli avtor 2007-yil 16-iyun yozgan o'rinliqni yaxshi ishga aylantirishning 10 xil usuli degan maqola bo'lib, u maqolani men oldingi qatimliq maqolamda tunishtirgan doktor Leon Seltzer tavsiya qilgan ekan. Leo Babota bir avtor bo'lib, o yozgan bir qancha parcha kitob Amerikadagi eng ko'p sotilgan kitoblar qatoridan o'rin olgan. O yozgan bir internet blogi bor bo'lib, o blogning hozir 1 million o'qirmanlari bor ekan. Tuvandagisi Leo Babotaning maqolasining asosiy mazmuni. O'rinliq hamma insonlarda o'xshamagan darajada bor bo'lgan bir xil tabiiy ahvol bo'lsa-mu, biz o'zimizdagi o'rinliq tufaylidan davomli o'zimizni ayiblaymiz. Jamiyat bizga nima desa deyaversin. Biz hozir o'zimizni tanqid qilishni to'xtatib, qanday qilganda o'rinliqni bir ijobiy narsaga aylantirg'ili bo'lganligiga qarab boqayli. Men sezgan bir ahvol shuki, eng aqlli kishilar eng o'rin keladi. Ular doim xizmatdan yiroq turishga amal izlaydi yoki bo'lmasa ba'zi ishlarni qilishni osonlashtiradi. Shuning bilan ular ba'zi ishlarni qilishdiki, eng oqilona va nihoyatda isil yangiliklarni o'ylab chiqadi. Masalan, kompyuter va mikro to'lqin duxovkasi qatorliq narsalar ana shunday ijod qilingan. Tuvanda ko'rib o'tadiganimizdek, o'rinliqdan to'g'ri foydalansa, uni unum beradigan narsaga aylantirg'ili bo'ladi. Birinchi darajasi tuvarak ishlarni qilishni qo'lga keltirish. Amerikada 1949-yillarda vujudga kelgan tashkillangan kechiktiruvchilik structure procrastination degan bir hukm bor bo'lib, uning asosiy mazmuni bundaq. Ba'zi tez ishlarni qilishdan saqlanish uchun uning o'rniga siz bir qancha oson ishlarni qilish. Agar qo'lingizda muhimlik tartibi bo'yicha tizilgan bir qism ishlar bor bo'lib, ularning birinchisi eng tez bo'ladi ekan, siz o ishlarning ikkinchisidan boshlab qiling. Agar siz tez ishlardan o'zingizni qochiradigan o'rinlardan bo'lsangiz, tizimlikdagi birinchi ishni qilmay qolganini qilasiz. Agar hozirgi birinchi ishdan muhim va tezroq ishdan yana biri chiqadi ekan, siz uni qilmay burunqi eng tez ishni qilasiz. Shuning bilan yaxshi unumga erishasiz. Ikkinchi, bir qism ishlarni boshqalarga vazifa qilib o'tkazib berish. O'rin kishilar boshliq bo'lishni yaxshi ko'radigan bo'lib, ular ishlarni boshqalarga vazifa qilib topshirib qo'yib, o'zi unumdor odam qiyofatiga kirib oladi. Siz bir boshliq bo'lmagan taqdirdami, bir qism ishlarni xizmatdoshlaringizga, hatto boshliqingizga o'tkazib berishni o'rganing. O'zingizdagi vazifa tizimligiga astoydil qarab chiqib, ularning yermini boshqalarga o'tkazib berishga bo'ladigan bo'lmaydiganligini bir qatim tekshirib beqing. Agar o'zingizga ishonchingiz bo'lmasa, o ishlarni boshqalarga topshirib ko'rib beqing. Shu orqali o'zingiz hech ish qilmay turib, vazifaning yermidan qutula olasiz. Uchinchi, ishni avtomatlashtirish. Ba'zi ko'p qatim takrorlab qilingan ishlarni avtomatlashtirish jihatimi izlanib beqing. Bu o'rin kishilarda bor bo'lgan ijodkorlikni talab qiladi. Siz ba'zi ishlarni kompyuterga avtomatik qildira olasiz. Yoki bo'lmasa, o'zingiz belgili qoida chiqarib, bir qism ishlarni boshqalarga o'z oldiga qiladigan ishni yo'lga qo'ya olasiz. Shu orqali o'zingizning tizimlikidagi bir qism vazifadan qutula olasiz. To'rtinchisi, qisqartish. Endi siz o'zingizdagi tizimlikni astoydil tekshirib, ularning ishidagi qaysilarini qilmasi bo'lmaydi ekan, qaysilarini qisqartishga bo'ladi ekan, shularni aniqlab chiqing.
Başlığınızga qo'lingizdagi vazifalarning bak ko'p bo'lib ketganligini aytib, onundan bir qism vazifalarni qisqartib berishni talab qilsangizmi bo'ladi. 5-si to'xtatish. Vazifa tizimligingizdagi bir qism ishlarni yo'q qilishning yana bir amali, o ishlarni qilish zaruriyati yo'qligicha o ishlarni qilmay saqlab turish. Ya'ni kechiktirishlik qilish orqali bir qism ishlarni qilmay qutulib ketgili bo'ladi. 6. Oddiylashtirish. Agar siz qilmoqchi bo'lgan ba'zi ishlar murakkab va qiyin bo'ladi ekan, amal tepib ularni oddiylashtiring va osonlashtiring. Ashu ishlarni qilishning eng oson usullari qaysi degan masala ustida qattiq bosh qotirib baqing. 7. Eng oxirgi saqlash. Ba'zi vaqtlarda ma'lum bir ishni qilishni to'xtatib qo'ysangiz, o ish nihoyatda muhim bir ish bo'lib chiqib qolib, onu çoxum qilmasangiz bo'lmaydigan ahvol yuz berdi. Bunday ahvolni siz boshqa birisi sizdan qattiq suylagandilar ondan bayqaysiz. Bu bir jiddiy ahvol bo'lib, mazkur ishning jiddiylik darajasi siz uchun bir turtki, ya'ni motivasyon bo'lib qoladi. Shuning bilan siz o ishni qilib etasiz. Ammo bunday jiddiy ahvol siz mazkur ishni birer hafta kechiktirgandilar ondan yuz beradi. Şunlaşqa bunday ahvolda siz eng oxirgi saqlasangiz, uni jiddiy tutib qilishga nisbatan bir unumli turtkiga ega bo'lasiz. Shundaq bo'lg'achqa ba'zi ishlarni eng oxirgi saqlab, ondan uni bittirsangizmi ulgurisiz. 8. G'ururlik mukofoti. Men o'z-o'zimga, agar men mana ishni qilmoqchi bo'lsam, men chuqur g'ururlik qilishim kerak deyish orqali o'z-o'zimni mukofotlashni yaxshi ko'raman. Sababi men g'ururlikni yaxshi ko'raman. Shunlashqa yuqoridagi qiliq menga bir ishni qilishga turtki bo'ladi. Amaliyotda agar men o ishni kelar qatim 5 minut ichida qilib tugata olsam, uningdan keyin men televizor ko'ra olaman. 9. O'z-o'zini ruhlantiradigan ishlarni qilish. Agar siz ba'zi ishlarni qilishga nihoyat g'ururlik qilsangiz, o cho'qim shunda qilish sizning boshqa o'zingizni ruhlantiradigan ishlarni qilishga turtki bo'ladi. Agar siz hozir nihoyat zirikishlik ishdan birini qilishga majbur bo'lib qoldi ekansiz, o ishni o'zingizni hayajonga soladigan bir ishga aylantirish chorasini qilib baqing. Mundaq bir texnikani qo'llanib baqing. Elki ishning ne kadar qiyin ekanligini o'ylamay, o ishni qilish orqali siz qanday foydalarga erishadiganligingizni o'ylang. Ehtimol siz aşı işini qilish orqali pulga, nam shuhratga, yaxshi yemekliklarga va boshqa narsalarga erishib qolishingiz mumkin. 10. Eski ishni qilishni yaxshi ishni qilishdan tasrif qilib qo'yish. Sizning 1-2 qavatlik uyingiz bor bo'lib, siz astingi qavatda televizorning oldiga qo'yilgan sapada o'tirib ishlaysiz. Ammo siz sapada o'tirgan hamon televizorni ochib, biror programni ko'rishni yaxshi ko'rasiz. Siz uchun sapada ishlash yaxshi ish, ammo u yerda televizor ko'rish eski ish bo'lsin. Mushundaq ahvolda siz televizorni yiroqdan boshqaradigan kontrollovishni uyingizdan 2-qavatiga ochib qo'ying. Ya'ni eski ishni qilishni yaxshi ishni qilishdan tasroq qilib qo'ying. Bu bir misol bo'lib, siz mushundaq bir usulni kundalik hayotingizda ishlatsangiz bo'ladi. Leo Babutaning maqolasining mazmuni mana bu yerda oxirlashdi. Oxirgi so'z erkakning so'zi. Men oldingi maqolada hayotdagi har xil qiyin o'tganlar va qiyinchiliklarga jang e'lon qilib, ular ustidan g'olib kelish uchun zarur bo'lgan turtkini ojizlashtiradigan har xil omillarning borligini, ularning biri, yana 10-omil, bizda o'zimizning kelgusi istiqboliga nisbatan qattiq gumon paydo bo'lib, o'zimiz uchun her qandaq bir ishni qilishning hech bir ahamiyati yo'q deb o'ylab kelishimiz ekanligini o'ttirib qo'ydim. Men hozir yashayotgan Uyg'urlar ichida yuqoridagi bir holatga petib qolgan kishilar oz emas deb o'ylayman. Hamda uning uchun davomli echinaman va azoblanaman. Hozirgi amaliyat shuki, biz yuqoridagi bir yashash yo'lini tanlab turib yoki g'ururlik qilib turib, o'zimiz duch kelgan masalalarni
azraqmı hal qılalmaymiz. Onun aksiçe biz texmi yaman akıbetlerini keltirip çıkırımız. Şundaq boğaçqa men üzümüzge üzümüz məsul buluş, öz zimmimizdeki məsuliyetlerinin hürdüsünün üzümüz çıkış hissiyatı, ruhi ve iradesi küçük boğan kırındaşlarının özlürdeki horulluqunu yenip, toxtavsız algı ilgirleştiri üçün aldığı makalı bilen muşu makalının azraq yardımı buluşunu tolumu ümit kılmayın. Depto Erkin Sıdık akimiz. Allah razı olsun. Benim bu kulağımdaki kitap Erkin Sıdık akimizdeki bizning tedbir neşriyat tarafından neşr kılınan en ahirki 7. kitabı. Onundan keyin Erkinkam tor kitap yazışga kirişip ketdi. Çünkü kitaplarını neşr kılış üçün nurgun maliyet pul getirdiken onun üstüge tiz setilmaydı. Onun üzümü bir maliyet çıkım kadarlı kıyrandaşlar. Bunu setilişini halıqalı bize Allah kılasanı bulurdu. Bugünkü dersimizin asas məqsidi bir nokta yığınçaqlısaq. Benim hayat tecrübem şu. Ya kılgan işini yaxşı kö, ya ki sen yaxşı kürdüğün işini kıl. Bir cümle. Türkçesi yaptığın işi sev veya sevdiğin işi yap. Bana bu kadarlı kıyrandaşlar. Ondan olsa bugünkü dersimiz mişerde tügüdü. Yaxşı görgen bolsаңlar başka kıyrandaşlarla paylaşıp uyanlar. Yeni bir saatlik 44. dersimizde başka yeni mezmunlar bilen görüşke Allah bizni aman kılsın. Allah'ın özgü amanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hem onların kiravatkan Ramazan heyti mübarek olsun. Ramazan iyi mübarek olsun. İnşallah Ramazan'da özümüzdeki şunday kemçiliklerini tüketiş için planlanan 2 tane kitap var. Onun birisi Kader Risalesi, yeni birisi İmamlar ve Sultanlar. Bu ikisi dingi münasibetlik. Ama özümüzni ki bazı hatalıklarını, təqdirçilik ideyelerini tüketilen kitaplar inşallah Kur'an'a asasen yazılan kitaplar. O derslerde görüşke nisip kısın Hudayim Allah ilgimiz. Allah'ın özgü amanet bulunlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.